Hammaga salom, sizlar bilan Shahxor To'li. Novogodnoy vibe'da Xudo xohlasa videolarimizni sizlar bilan birgalikda davom ettiramiz. Bugungi videomizda Xudo xohlasa 2026-yilda eng arzon va yaxshi ishlab beradigan PUBG Mobile va kundalik hayot uchun ham telefonlarni ko'rib chiqamiz. Top 3 taligini hech qanaqa bugungi videomizda iPhone'da bo'lmaydi. Faqatgina yaxshi 2026-yilda potensiali bor telefonlarni, Androidlarni yig'ib olganmiz. Ana endi bugungi videomizni sekin boshlaymiz va videolarimizni chiroyli qilib yasab berayotgan Timurga alohida rahmat aytib ketamiz. Kanalni shunday ekran yilida chiqarib qo'ydim. Bemalol o'tib, men nomidan borsanglar, chiroyli narxlarda yasattirib olsanglar bo'ladi. Va Telegram kanalimni обязательно sizlarga maslahat beraman. Telegram kanalimga o'tsanglar, tekin slot hech qanaqa pul to'lamaysizlar. Rezovoy fondi normalni dan turnir qilib beraman. Hamma o'tsin, bemalol qatnashishinglar mumkin. Telegram kanalimda anonsini beraman. Ana endi videomizni boshlasak ham bo'ladi. Birinchi telefonimiz Infinix Hot 60 Pro Plus. 2026-yilda sizlar uchun xizmat qilib beraman deb tayyor turibdi. Keling birinchi xarakteristikasini ko'rib chiqamiz. Displeyimiz AMOLED 678 dyum, to'liq 144 Hz ni podдержка qilib beradi. Bilasizlar, AMOLED displeylari eng sifatli displeylardan biriga kiradi. Ranglarni juda aniq va chiroyli, tiniq ochib beradi. O'sha OLED displeylarga o'xshagan tiniq zo'r grafika ochib beradi, lekin OLEDlarga qaraganda zamonaviyroq hisoblanadi. Yana o'yin o'ynaganingizda grafika tomonlama hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Qanaqadir qimmat skininglar bo'lsa, mazza qilib, yaxshi kачествоda bemalol mazza qilib o'yna olasizlar. Protsessorimizga keladigan bo'lsak, protsessorimizga MediaTek Helio G200 chipi joylashtirilgan. To'g'ri, flagman darajadagi kuchli, qanaqadir yoraveradigan protsessor deya olmayman. O'rta darajadagi yaxshi budjetli protsessor. Endi har holda maksimal harakat qildim. Eng arzon, lekin yaxshi sifatli normalniy telefonlarni yig'ib kelgani va bunaqa arzon telefonlarimizdan qanaqadir flagman protsessor kutishimiz ozgina xato ish. Lekin bemalol ayta olaman, 2026-yilning oxirigacha bemalol sizlarning xizmatinglarni indamasdan qilib beradi. Albatta, telefonimiz kundalik hayotda ishlatish uchun ham anchagina qulay. Birinchi navbatda budjet tomonlama anchagina arzon va kamerasiga keladigan bo'lsak, asosiy kamerasi 50 megapiksel, frontal yangi selfie kamerasi 13 megapikselni tashkil qiladi. Va batareya sig'imimiz ham anchagina katta, 5160 mAh. Batareya kattaligidan ham bilsanglar bo'ladi, kuni bo'yiga indamasdan bemalol xizmatinglarni qilib beradi. PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Mobile Legends yoki shunga o'xshash aktiv o'yinlarni o'ynayotganingizda batareya ko'rsatkichimiz 5 soatni tashkil qiladi, lekin bitta yaxshi kullarni olsanglar 5 soatdan 6 soatgacha mazza qilib o'ynaysizlar. Dinamiklarimiz stereo, aynan video yoki o'yin o'ynaganingizda asosan bilasizlar, telefonimizni ikkala tomonidan ovoz berib turadi. Bu albatta soperniklarni chapdan yoki o'yindan kelayotganini his qilishga yordam beradi. Xo'sh, ana endi necha FPS ochib beradi PUBG Mobile'da, qanaqa ishlab beradi degan savolingizga javob bersam. PUBG Mobile'da juda ham umid qilganim, hatto 90 FPS ochib beradi dedim, lekin protsessorimizni holatidan kelib chiqib, bilmadim nimaga bunaqa qaror qilishgan. 60 FPS ni ochib beradi. Lekin o'rtoqlar, 60 FPS ham yomon emas. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, uncha-munchaga qotmaydi-da. Ozgina qanaqadir momentlar bo'ladi, laglari bo'ladi, lekin bitta yaxshi kuller va o'rtacha grafikada yaxshi kачествоda mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Va qaytadan eslatib o'taman, bugungi videomiz aynan budjetni 2026-yil uchun yaxshi ishlab beradigan telefonlarni chiqaryapmiz va men uchun o'zini narxiga yaxshi sostavda ishlab beradi va o'zini narxiga yaxshi o'rtoqlar xarakteristika jihatdan ham va FPS jihatdan ham. Endi narxiga keladigan bo'lsak, bu telefonimizni bozor narxida hozircha o'rtacha $160 dan $180 bemalol topib sotib olsanglar bo'ladi va ishlab chiqarilganiga unaqa ko'p ham bo'lmadi. Mana shu yilni iyun oyida ishlab chiqarilgan. Albatta, iyul oyidan sotuvga chiqarilishi boshlagan. Mana shu ma'lumotni aytib o'tmaganimda, ichi qora odamlar bo'ladi-yu, mana xato qildi, kommentariyada yozaman deb boshlab olardi. Mana ma'lumotni aytib o'tdim. Ana endi keyingi telefonimizga o'tsak ham bo'ladi, lekin undan oldin bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Telegram kanalimga shunday o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, Telegram kanalimdan telefoningizga qotayotgan bo'lsa, optimizatsiya, 120 FPS qilib berish xizmati, AM zalyot oshirib berish xizmati, shunga o'xshash barcha servislarni arzon narxlarda qildirib olsanglar bo'ladi. YouTubedan kelganligi обязательно chiroyli skidkalar bor va hammaga lechni o'zim javob beraman va garantiyasini ham o'zim beraman. Keyingi telefonimiz sizlar uchun qanaqadir yangilik emas, sizlar o'rganib qo'ygansizlar va yaxshi ko'rasizlar va bemalol 2026-yilda haligacha potensialni ko'ra olganligim uchun ham bugungi videomizda chiqyapti, ya'ni Samsung A90 telefon. Xarakteristikamizni displeyimizdan boshlaydigan bo'lsak, OLED texnologiyasiga asoslangan Super AMOLED displey bilan ishlab chiqarilgan. Standartni 607 dyum. To'g'ri, displeyimiz maksimal 60 Hz ni podдержка qilib bergan taqdirda ham, lekin ko'zinglar umuman charchamaydi. Eng muhimi, telefonimiz
telefonimiz anchagina pishiq, mustahkam, ancha yildan beri xizmat qilib beryapti, ya'ni ishonchli telefon. Protsessorga keladigan bo'lsak, Qualcomm Snapdragon 855. To'g'ri, flagman darajadagi protsessor emas, lekin o'zi narxiga anchagina yaxshi, ishonchli sinovdan o'tgan mustahkam protsessor. O'zi nimaga bu frazalarni aynan ishonchli, mustahkam degan so'zlarni ko'p ishlatayman? Sababi lично o'zim ham bu telefonni anchagina ishlatib ko'rganman va rostdan ham shu paytgacha ham hech qanaqa ishlatuvchilari bo'yicha ham muammolar bo'lmagan va hammasi o'zini narxiga yaxshi telefonlardan bittasi deb otziv qoldirgan. Batareya sig'imiga keladigan bo'lsak, 4,5 mAh. To'g'ri, hozirgi chiqayotgan kundagi hujjatli telefonlardagi katta batareyasi yo'q va o'shanaqa bir kun davomida to'liq yetib bermaydi, lekin kuniga 2 martadan zaryadkaga qo'ysanglar, sizlarga bemalol yetadi. Kamerasi 48 megapiksel. Shu maktabga, universitetga, kundalik hayotga easy bemalol yetib beradi, o'zini narxiga yarasha, конечно. PUBG Mobile'da to'liq 60 FPS ni ochib beradi. Bu men uchun o'sha paytlari yetgan. Misol uchun turnirlarga ham, klassik turnirga ham, TDM turnirga ham kirganman. Menga yetib bergan o'sha boshlang'ich paytlarda va sizlar ham agarda unaqa lyubitelniy prям TDM turnirlar yoki klassik turnirlarga qatnashib yuradigan bo'lsangiz, bemalol sotib o'ynasanglar bo'ladi. Обязательно bitta kuler bilan ba'zi bir holatlarda baribir ham his qilasizlar laglarni aynan turnirlarda. Va bu telefonimizni 2026-yilning oxirigacha potensiali qolgan va 2027-yilga to'g'risi под вопросом, lekin 1 yil normal ishlab beradi. Unisini keyin sizlar bilan kelishib olamiz, bitta test qilib ko'ramiz va 2027-yilni kelursincha o'ylab ko'ramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda Samsung A90 telefonimizni yaxshi shokolad holatlarini $160, ya'ni 2 million so'm yoki ozgina plus minusi bilan sotib olsanglar bo'ladi. Ishonaveringlar, yaxshi holatlarni haligacha ham bemalol topsanglar bo'ladi. Oxirgi telefonimiz haligacha ham chirib ketmaganligiga qoyil qoladigan o'sha Xiaomi 11T. Bilaman, bu telefonimizda muxlislari juda ham ko'p va ishlatib ko'rgan insonlar ham haligacha ham juda ham zo'r odzivlar berib keladi. To'g'ri, o'zim ham qisqa vaqt ishlatgan bo'lsam ham, lekin telefonimiz menga juda ham yoqqandi. Bemalol qo'rqmasdan ayta olaman, uzoq yillik ishonchlarni oqlab bergan yaxshi, успешный telefonlardan bittasi. Displeyimiz AMOLED 667 zoom 120 Hz ni to'liq podдержка qilib beradi. Protsessorimiz MediaTek Dimensity 1200. Batareya sig'imimiz 5000 mAh. To'g'ri, hozirgi kunda yaxshi holatlarni sotib olsanglar bo'ladi va примерно 4000-4,5 mAh atrofigacha ham tushgan bo'ladi. Va PUBG Mobile'da 4 soat, 5 soat davomida o'ynasanglar bo'ladi. Xarakteristikasini uzoq tushuntirib o'tirmadim, sababi bu telefonimiz xarakteristikasini menimcha yod bo'lib ketgan bo'lsa kerak. Keyin telefonimizda tan olishimiz kerak, 2026-yil uchun potensiali haligacha ham turibdi. Lekin katta ehtimol bilan 2027-yilda bu telefonimizni uzoq parvozi yakunlanadi. Telefonimiz PUBG Mobile'da to'liq 90 FPS ni ochib beradi. Bozorga narxiga keladigan bo'lsak, yaxshi holatlarini, ideal holatlarini bilmadim, lekin yaxshi holatlarini $160 atrofida sotilayotgan ekan, bemalol topsanglar bo'ladi. Va men uchun to'g'risi 90 FPS li device $160 ga hozirgi kunda juda ham yaxshi tanlovlardan bittasi bo'ladi deb o'ylayman. To'g'ri, qanaqadir professional, maksimal grafikalarda, maksimal FPSlarda o'ynamaysizlar, lekin o'rtacha arzon budjetdagi telefonlarning orasida o'zini narxiga bemalol stoyishi deb ayta olaman. Shu bilan o'rtoqlar, bugungi videomiz ham oxiriga yetib keldik. Agarda videom sizlarga yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydasi tekkan bo'lsa, men o'zimning maqsadimga erishdim. Har doimgidek o'zinglarni ehtiyot qilinglar, joninglar sog' bo'lsin. Hech qachon harakatdan to'xtamanglar. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda ham shunaqa obzorlar qilib gaplashib o'tirish nasib qilsin. Hammaga rahmat.